Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ko'plab muhokamalar sabab bo'lgan shu yangi stanogimizni kromkalar narxlarini tanishtirib o'taman. Qarang, birinchidan mana buni so'rashyapti, nimaga bu har xil deyishyapti. Do'stlar, bu bizga tayyor shkaf emas. Biz buni vitrina sifatida qo'yganmiz hamda mana bu holatda ham foydalansa bo'ladi. Bu o'zimizni Kashmir LDSP. Qarang, hozir bizda 2 xil, 3 xil xizmat bor bu yerda. Birinchidan mana bunaqa uglovoy kromka. Bu ham hozir juda urf bo'lgan. Buni 1 metri 7000 so'mdan pul keladi. Agar menga oddiy keladi deyilgan bo'lsa, buni 6000 so'mdan qilib beramiz. Mana bu ruchkalar keladigan bo'lsak, qarang. Xo'p. Mana masalan, mash qanot olaylik. Mana mash qanot oladigan bo'lsa, buni mana ugullarini mana bunaqa kromka qilganmiz. Buni metri 7000 so'mdan. Mana bu qanotga keladigan bo'lsa, bu vitrina bo'lgani uchun har xil qilganmiz. Ya'ni buni har xil kombinatsiya qilish mumkin. Mana bu yerda tortmalari ham bor mana. Buni har xil xohlansa mana shuni butun eshikka bo'ylab faqat palasa tushirish mumkin, mana kombinatsiya qilish mumkin, bunaqa qilish mumkin yoki tagi tavasidan biroz qoldirib mana bu figurani shu eshikka ham tushirish mumkin. Xo'p, mana shu eshikni oladigan bo'lsak, buni bu taraflari oddiy hisoblanadi. O'sha metri 4000 so'mdan oddiy kley bo'ladigan bo'lsa, pur kley bo'ladigan bo'lsa 500 so'm qo'shiladi. 4500 so'mdan bu hisoblanadi. Mana bu tarafi 30 ming so'mdan 50 ming so'mgacha hisoblanadi. Ya'ni qanday bo'ladi bu? Agar sizda 50 metrgacha bizda xizmat ko'rsatadigan bo'lsangiz, 1 metrda 50 ming so'mdan, agar 100 metrgacha qildiradigan bo'lsangiz, 40 ming so'mdan, agar siz buni 100 metrdan oshiq, ya'ni seriyni ishlab chiqarishga qildirmoqchi bo'lsangiz, biz buni 1 metrini 30 ming so'mdan qilib beramiz. Shunda faqat shu tarafi hisoblanadi. Aziz do'stlar, bizda yana boshqa xizmatlar ham bor. Omborimizda mahsulotlar ham bor. Mana pilni sentrlarimiz bor. Bizga shunchaki razmerni berasiz, biz sizga batafsil hisoblab qilib, agar O'zbekistonning qaysi tochkasida bo'lsangiz ham biz buni yetkazib beramiz. Do'stlar, yana bitta narsa, faqat ruchkani pulga hisoblashyapti. Misol uchun mana shu qanot 2 metr bo'ladigan bo'lsa, 100 ming so'm, ruchka bilan ko'p farq qilmayapti-ku yoki qimmat chiqyapti degan savol bo'lishi mumkin, lekin bu yerda mana biz oldin shu effekt olish uchun birinchidan MDF ishlatishimiz kerak edi. MDF LDSP dan qimmatroq. Undan tashqari buni laklashimiz kerak edi, roverda o'yishimiz kerak edi, 2-3 kun vaqt, qancha asab yo'qotishimiz kerak edi. Endi bo'lsa, bizga shunchaki razmerni berasiz, biz sizga o'zimiz barchasini qilib, tayyor qilib chiqaraveramiz. Bu sizni yana ham ishlab chiqaruvda ko'proq ob'yom chiqarishingizni va asablaringizni, vaqtingiz tejaydi. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu telefon raqamlariga aloqaga chiqing, biz sizga bajonidan xizmat ko'rsatamiz.